Darvozam bitadimi aka? Darvoza bityapti. Qachon bitadi? 15 kun bo'ldi. Bitkazyapti. Bitkazib bergin darvozani. O'zim Bityapti, pulni bergin darvoza mana. Nima qilyapsiz aka? Darvoza bitgan, shuncha darvozalar turgan mashina. Ichida bitgan tayyor, bitgan. Qasdi darvozalar. Darvozamiz mana. 3 kun 4 million so'm. 4 million so'm. 4 million so'm. Bunisi-chi? Bunisi 6 million 300 ming so'm. 5 million 200 ming so'mdan kvadratini qilib Kvadrati. 5 million 200 ming so'mdan. Bunisini ham do'stlar 5 million 200 ming so'm. Bunisini ham 5 million 200 ming so'mdan do'stlar. Kvadratiga qarab turib narxini chiqarib olaverasiz do'stlar. 1 kvadrati 520 ming so'mdan. 520 ming so'm do'stlar. O'zi mana shu turishini do'stlar 1 million 200 ming so'mdan 1 kvadratini 2 qavatli shumkali bo'ladi do'stlar. Xohlasangiz mana fasondagi bor do'stlar 1 million 900 ming 2 million sotishayotgan joyda 1 million 200 ming so'mdan 1 kvadratini qilib berdim do'stlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor. Agarda vodiydan bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu narxlarda ichida bo'ladi do'stlar. 520 ming so'mdan dastavka ustanovkalari bilan chiroyli ko'rinishda qilib berishadi do'stlar. Agarda 100 ga tushib qoladigan bo'lsa do'stlar, bir kun ichida dastavka ustanovkasini ham qilib berishadi do'stlar.